Eng qizig'i adashib qolmasam bo'ldi boru. Tuvagimga ekib qo'ygan gullarim bitta prosta ko'chada shunchaki katta bo'lib yotibdi. Ichidan ilon chiqib kelmasa bo'ldi hozir pisillab. Chip yerga to'kilib yotibdi. Bitta bo'lsa atmosfera vashsha. Atmosfera o'sha Kaliforniyadagi uylarni beradi. Hammasidan aytishim mumkin, eng chiroyli joylardan bittasi. Turkiyaning ichidagi keng dunyo bo'yicha. Ya akalar, keyin men hayron qoladigan yana bitta narsa borda, qanday insonlar itni u darajada yaxshi ko'rishi mumkin. Yo, men ham yaxshi ko'raman, yomon ko'rmayman emas. Yaxshi ko'rishni yaxshi ko'raman, lekin itni quchoqlab boshqa qilib bitta uyda ham yashashim mumkin. Lekin u darajada haligi. Bular itni insondan ham yaxshi ko'radi. Yana bitta bratanimiz kelyapti, itni yetalab olgan holatda. Iti ham bor, boqqan yer shunaqangi it boqqan keladi. Manzarani ko'rishlaring mumkin. Bu yoqda qanaqangi gullar, daraxt. Bu gulmi, daraxtmi to'g'risi? Men hozirgacha buni javobini topgan emasman. Opamiz bo'lsa haligi eski bizni asli shunaqangi velosipedimiz bo'lardi. Nomini noto'g'ri aytdimmi? Shunaqangi velosipedni minib olibdi. Eng qizig'i bunaqangi velosipeddan menda 15 yil oldin bor. Maqtanib qo'yaman. Keyingi muhitni ko'rishimiz mumkin. Yana Allaniyani ichidamiz. Hech qanaqangi begona joyga ketib qolganimiz yo'q. Bu yerda ham narxlari bir xil. O'sha oldin aytganimdek, simit 20 TL. Akamiz haligi menga g'alati ko'z bilan qarab qo'ydi. Xuddiki men uni yeb qo'yadigandek. Biratan o'ting. Opamiz yo'l berdi. BMWdagi inson menga yo'l beryapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? O'zbekistonda bo'lsa nima bo'lardi? Yo o'lib ketardiz, yo hop. Hayot boshlanyapti. Hozir bilmadim. Men shu tarafda ham yaxshi narsalari bordi, yaxshi joylar bordi. O'sha joylarga chiqishga harakat qilib ko'raman. Yo akalar, men hayron qolgan narsalardan yana bittasi nimaga bitdi? Biz gul deymizmi, daraxt deymizmi bilmayman. Lekin bunaqangi narsalardan nihoyatda ko'p. Bu ham bitta gulli daraxt, bu ham gulli daraxt. Atrofimda nihoyatda ko'p gulli daraxtlarni ko'ryapman, lekin ular shunchaki bir xil emas. Misol uchun bizda Farg'onada chinor bor edi, chinorlar ko'p edi. Keyin nastarinni bilamiz biz, daraxt bo'lib ochiladi, gullaydi. Xo'p. Lekin bu yerda bo'ladigan bo'lsa, oq deysizmi, sariq deysizmi, qizil deysizmi, putu deysizmi, hamma rangli narigi gullardan bor. Yo akalar, men hozir mahallalarda ichidaman, mana Takpolojniy katta ko'chalarida. Unaqangi haligi ichkaridagi joylarda emasman, lekin insonlar madaniyati bilan yurishadi. Ko'chalar kichkina bo'ladigan bo'lsa. Bu lada bor ekan. Xo'p. Bu yerda har qanaqangi mashinani ko'rishlaring mumkin. Endi aytyapman-ku, baribir turistik hudud, o'shaning uchun inson aylangani kelib maza qiladi, boshqa qiladi, yashaydi, ko'radi. Akalar, men normal soatni ko'rgandim, boshqani ko'rgandim, ichida nariga odam tozalaydigan soatni ko'rgandim, lekin to'g'risi aylanadigan soatni ko'rmagan edim. Yana ham bitta insonga zavq beradigan tarafi nima? Insonga zavq beradigan asosiy tarafi mana shu hovlilar bo'ladigan bo'lsa, hovlilarda atrofi bunaqangi gullar bilan o'ralgan. Keyin bunaqangi daraxtlar bor. Bizda bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Qator-qator domlarni qurib tashashadi, yashillikni insonlar qidirib yurishadi. Qayerdadir yashillik bormikan deb. Keyin oxiri ekologiyaga gapirishadi, boshqa narsa qilishadi. Havo yomon bo'lib ketyapti. Конечно, atmosfera yomon bo'lib ketadi agarda daraxt bo'lmaydigan bo'lsa, yashillik yo'q bo'ladigan bo'lsa. Bu yerda bo'lsa mana ko'rishlaring mumkin, hamma joyda yashil daraxt, o'zi ko'chalarning o'rtasida daraxt bor. Keyin har bitta domlarda tashqi tarafi bo'ladigan bo'lsa, opajonimiz o'tsa, har bitta domlar tashqi tarafi bo'ladigan bo'lsa, Takpolojniy огородcha bilan keyin hovuzi, balkoni hamma yo'g'ida cho'tiqliq qilib qo'yishgan.
bo'lsa tog'ga qarab chiqib ketyapti. Bu yerda eng qizig'i haligi moped deymizmi, skuter minishdan qanaqangi bir boshqacha atmosferani beradi, boshqacha kayfni beradi. Inson maza qiladi. Hozir bilmadim, men tepa tarafga qarab chiqib ketyapman. Bu yerda nima bor, o'zim ham bilmayman, to'g'risi. Umid qilaman yaxshi narsalarni topib olishga, keyin uchratishga, keyin ko'rsatishga. Hozir bo'lsa biz yana qaysidir mehmonxonalarda oldidan o'tib ketyapmiz. Ko'pchilik Istanbulga keladi, keyin Turkiyada qanaqangi baland binolar yo'q deb gapirishadi. Men hayron qolaman. Turkiyaning o'zida baland binolar ko'p, lekin bu imенно Istanbul territoriyasida Sulton Ahmet bilan Kadiko Uskudar tarafida emas. Beshiktoshga boradigan bo'lsalaring yerda ko'p, keyin ichkari tarafga kiradigan bo'lsalaring o'sha joyda shunaqangi baland binolar ko'rishlaring mumkin. Antaliyada ham bunaqangi nariga osmoni par bino deymiz, bunaqangi narsalar kam. Lekin baland binolar nihoyatda ko'p. Xo'p, bu taraf bo'ladigan ssenariy qishloq territoriyasiga qarab ketyapti, adashmasam. Chunki o'zim ham bilmayman-da. Eng qizig'i adashib qolmasam bo'ldi, boru. Akalar, ko'rishlaring mumkin, bu taraflar ham hozir bino bo'lib ketyapti. Keyinchalik allanni ham shunday tutashadi, keyin tog'da etagigacha borib qolsa kerak menimcha. Chunki ma'ldan kelganligimda bu tarafda binolar yo'q edi. Bu taraflar bo'sh edi. Lekin hozir binolarda o'zi qurib, bitkazib bo'lishgan. Faqat yashashga yo'nsa mehmonxona qilib qoldirishlar kerak, yo'llarda o'g'nab. Eng qizig'i tepa tarafda ham hayot boshlanib ketyapti. Mana shu atmosfera haqiqiy nariy qishloq atmosferasini beryapti. Hozir menga to'g'risi uyimga ketib o'rgilarim kelyapti. O'zim ertalabda uyg'onganligimda o'zim jonajon yaxshi ko'rgan. Hech bo'lsam terelarimni haligi hissa bo'ladi-yu, hidi ertalabda. Shunaqangi boshqacha atmosfera keladi, inson baribir sog'inadi ekan. Men bu afsuski hali O'zbekistonga borganim yo'q. Xo'p, davom etamiz. Yog'im bo'ldi mana shu Fiat, bunaqangi markalarni kam katta ehtimol bilan, chunki insonlar boshqa joylarda yashaydi. Ko'rishlari mumkin, o'sha parnilar boshlanib ketyapti, chetda ham insonlar yashaydi. Mana banan daraxtlari, banan bog'lari. Hozir yetlarga o'sha atmosfera boshqacha. Men bo'lsa qiziq narsani akalar, topinglarchi, men nimani ko'rib qoldim. Umuman olganda zo'r narsa ekan. Akalar, malina. Yana meni qamab borishmasa bo'ldi, bilmasdan, so'ramasdan uzib oldim. Tatib ko'rgan qiziqyapman, nihoyatda qattiq bor-u buni. Yesa bo'ladimi, yesa bo'lmaydimi bilmayman. Lekin ko'rishlaring mumkin, pastda pishib yotibdi daraxtdan. Bitta bo'lsa atmosfera vashsha. Atmosfera o'sha Kaliforniyadagi uylarni beradi. Bu yoqda mana shu bog'lar, bilmadim men bu nima, meni uyimda kichkinasi bo'lar edi buni. Bu hozir tasavvur qilishlaring uchun nihoyatda katta. Daraxtdan ham katta desa bo'ladi. Aloe deymizmi, nima? Shunaqangi narsami? Ichidan ilon chiqib kelmasa bo'ldi, hozir pisillab. Tusmi bu? Alaniyada yashayotganlar bo'ladigan bo'lsa, yo'nsam bilganlar bo'ladigan bo'lsa, yozib borsa, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi. To'g'risi men bilmadim lekin. Bu yoqda bo'lsa, mana shu parnilarimiz ichida nima bor, hali ko'rganim yo'q. Bu ko'rsatishga harakat qilaman. Menimcha qanaqangidir daraxtlar bor. Daraxt bo'lganligida ham palmami, bananmi, lekin bilmayapman. Ko'rishlaring mumkin. Barglari nihoyatda katta. Bizga o'xshab bunaqangi parni qilib, pomidor yo'sam bodring ekishmasa kerak, katta ehtimol bilan.
Men O'zbekistonda tuvagimga ekib ko'kartira olmagan gullarim prosta bu yerda suv bo'lmasa ham ko'chada shunchaki o'sib daraxt bo'lib, meni uyimdan ham baland bo'lib yotibdi kerak bo'lsa. Shunchaki haligi biz ajraq deymiz, shunaqa kerak bas narsa deydi bular. Biz bo'ladigan bo'lsa qanaqa mehr berib ko'kartirar edi. Opamiz nima qilyapti? Xo'p, akalar, bu yerda masjid bor ekan. Masjidni adashmasam bu masjid bo'lsa kerak. Chunki boshqa narsaga o'xshatmayapti. Wow. Akani uyini videoga olmasam bo'lmaydi. Shunchaki borib nima deb aytishga tilim unaqangi aylanmay qolyapti, bilmadim. Balki ochligimgami, lekin atrof muhit to'g'risi men yoshligimda get o'ynardim. Get o'ynaganligimda shunaqangi uylarni ko'rgan edim. Bag'dan bunday mashina ochiq qo'yib qo'yasiz. Bunaqangi ko'chalar. Ichida palmalar. Keyin bu taraf bo'ladigan bo'lsa dengiz. Villada bo'lsa gullar bor tabiiyki. Hayronman lekin shunchaki vashcha chiroyli. Xullas shunaqa akalar. Haqiqiy asl alaniyaliklar bo'ladigan bo'lsa tepaga chiqib ketishadi, keyin o'sha yerda yashashadi. Yozda maza qilib o'sha yerda damlarini olishadi. Bu yerda bo'lsa bizni orzu qilgan mashina. Tesla o'tib ketdi. Biz bo'lsa har doim o'sha o'zimiz orzu qilgan plantatsiyaga qarab yo'l oldik. Bilmadim, lekin menga ko'proq shunaqangi atmosferalar nisbatan qiziq. Kimdirlar aytdi, mana shu manzarani deb, lekin men uchun bu haqiqiy manzara. Ko'rishlaring mumkin. Bilmadim, lekin misol uchun men o'zim bunaqangi banan daraxtini yo bo'lmasa bunaqangi kokos daraxtini yo'qsam shunaqangi narsalarni oldin ko'rmaganman, faqat televizorda ko'rganman. O'shaning uchun men uchun bu juda ham qiziq, keyin ajablanarli narsa. Haqiqiy o'zim ko'zim bilan ko'rmaganligimgami bilmadim. Hozir bo'ladigan bo'lsa o'zlaring endi inson menimcha o'z ko'zi bilan ko'rish bu boshqacha atmosferani beradi. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda hamma yoq daraxt bo'lib yotibdi, plantatsiya. Bu taraf ham plantatsiya, bu taraf ham. Bu tarafda bo'ladigan gullar bor ekan. Biz bo'lsa hozir sayohatda davom etamiz. Bilmadim bu tarafda nimalar bor. O'zim ko'zim bilan ko'rishga harakat qilaman. Katta ehtimol bilan bu banan daraxti bo'lishi kerak. Eng qizig'i, men hayron qolgan narsa mana shu banan daraxtini ham tuprog'i, bilmadim qanaqangi tuproq. Lekin mana shuni ham hattoki nari suv bilan sug'orishyapti, tomchilik sug'orish deydimi shunaqangi. Eng qizig'i bu plantatsiyaga chiqadigan joyda men topolmayapman. Chiqib ko'rsatmoqchiman, boshqa narsa qilmoqchiman. Yaqinidan o'tib ketsam kerak. Katta ehtimol bilan. Wow. Bu taraf lekin haqiqiy nariga qishloqda atmosferasini beryapti. Ko'rishlaring mumkin, bu tarafda ham daraxtlar bor, boshqalar bor. Bu taraf kichik ulanib ketyapti shaharlarga. Keyin bu binolarning orqasida bo'ladigan bo'lsa, keyin dengiz bor. Eng qizig'i bu hammasi tomchilik sug'oriladi. Hech qanaqangi nari ariq-bariqdan suv ochib turib qo'yib qo'yilmaydi. Vashcha ajoyib, menimcha. Bu tarafini ham ko'rishlaring mumkin. Yer keyin yeriga
yerga qaraydigan bo'lsam, men o'zim tog'alarim dehqon bo'lishgan, o'shaning uchun oz-moz farqiga boraman. Unaqa katta farqiga bormayman, lekin tuprog'iga qaraydigan bo'lsam, unumdor, qanaqangidir. O'zlaring ham ko'rishlaring mumkin. Tuproq bu qanaqangidir unumdor. Mana hozir necha metr kavlayapti? 3 metr olgan bo'ladigan bo'lsa, 3 metrda ham tagida toshlar bor, boshqalar bor, lekin yuqorida ham keyin bu tarafdan ham oladigan bo'lsa, bu normal biz tuproqqa o'xshagan narsa emas. Haligi kino bo'lardi. Makka poyanchiga kirib ketsa, Makkani o'r deydi. Keyin G'o'za poyanchiga kirib ketsa, uni ham o'r deydi. Bo'g'diga kirib ketsa, Bo'g'dida o'r deydi. Agar o'sha kinoda bular olishganligida bananni hammasini kesishgan bo'lardi. Shunaqami? Qaraymiz hozir qanaqangi bo'lar ekan. O'zi aslida. Bu ichida meva bormi? Da, meva bor ichida. Xo'p. Da, akalar, bu ko'rishlaring mumkin bo'lganlar. Sizlarga ko'rindimi yo'qmi bilmayman, lekin bularda hammasi banan daraxti. Men yana ham hayron qolgan tarafim, xo'p, bananni shunaqangi pishsin, saqlansin deb turib salafanga o'rab qo'yishyapti, boshqa qilishyapti, lekin nimaga? Kesib tashlashyapti. Men dehqonchilikdan xabarim bo'lgani bilan banan sohasi unaqangi katta ma'lumotga ega emasman, to'g'risi, lekin bananni kesib tashlashyapti tepasidan. Pishganligidan keyin bo'ldi. Balki bu keyingi yil yana boshqatdan unib chiqadimi, yo'qmi, ko'ramiz endi buni. Ichkarisida ham bor ekan, ko'rishlaring mumkin. Bu yerda eng qizig'i men nima topib oldim? Chumolilar topib oldim. Toshlarning ichidan maydalab yurishibdi. Bratish keladi. Bu tarafi bo'lsa plantatsiya. Ko'pchilik bunaqangi video rolik qiladi, boshqa narsa qiladi, lekin hamma narsani maydalab detaligacha yoritib bera olmaydi. O'shaning uchun men o'zim bu narsaga oldindan reja qilgandim, tuzgandim. Agar mabodo boradigan bo'lsam, hamma narsani ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilaman, keyin atrof muhitni qanday bo'ladigan bo'lsa, men shunday ko'rsatishga harakat qilaman degandim. O'shaning uchun bilmadim qo'limdan kelyaptimi, yo'qmi. Endi bu hakamli sizlarning ishlaring bo'ladi. Agarda nuqsonlar ham bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir narsalarda uni to'g'rilashga harakat qilaman. Har holda o'zim ustimda ishlashni yaxshi ko'radigan insonman. Men zavtri qilmaganligimga charchab qoldim shekilli, lekin bu kaktus bo'lmasa kerak katta ehtimol bilan. Mana shu bananga o'xshayapti, yonsam apelsin. Apelsin bo'lmasa kerak, nariga tropik meva deydi, shunaqa narsa bo'lsa kerak. Akalar, hozir men ajablanarli tarafi, men Alaniyada tog' lolasini topib oldim. Ko'rishlaring mumkin. Bo'l. Esimda o'sha paytlari men o'zim Adirga chiqadigan bo'lsam, tog'ga chiqadigan bo'lsam, shunaqangi lolalar bo'lar edi. Uzadigan bo'lsam, to'kilib ketardi. Hozir bilmadim, bu yerda ham shunaqangi bir adirli joy bo'lganligi uchunmi, bilmadim, bu yerda ham lolalar bor ekan. Xo'p. Lekin ajoyib. Lekin bu tarafda bilmadim nima bor. Akalar, to'g'risi qanaqangi bo'ladi bilmadim, lekin men o'zim mana shu banan plantatsiyasining ichkarisiga kirmoqchiman. Tashqarisi men uchun oz bo'lsa ham notanish. Lekin ko'ramiz. Chunki bu yerda nima chiqib keladi, men mana shuni bilmayman. Balki ilon bo'lishi mumkindir, balki chayon bo'lishi mumkindir. Qani hozir kirib ko'ramiz. Wow. Bananlar lekin nihoyatda ajoyib. Atmosferasi ajoyib, to'g'risi. Bu yerda ko'radigan bo'lsalaring. Men hozir banan plantatsiyasiga keldim. Atmosfera vashti bor, daraxtlar mendan o'zi baland, yana ham kesib tashlangan, boshqa bo'lgan. O'zi pishib, yetilib, shuna narsa bo'lgan bular.
ko'rishlari mumkin. Yer bo'ladigan bo'lsa bunaqangi. Lekin bilmadim bu sug'orish tizimi bor ekanmi? Vav. Lekin просто bomba. Bu tarafda bo'ladigan bo'lsa biz. Shunchaki ajoyib. O'zim ko'rmagan narsalardan ko'rib oldim. Akalar, yana mana ajablanarli tarafi o'sha tabiat baribir qanaqangi boshqacha bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimizda ham tog'lar, atirlar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, umuman olganda qir deb gapiramiz biz o'zimiz. Qirda hayot qanaqangi bo'ladigan bo'lsa, farq qilmaydi ekan. Dunyoda qaysi burchagi bo'lsin, u qir bo'lsin, u o'sha adir bo'lsin, baribir ozmi ko'pmi o'xshash narsalar bo'ladi. Va shu tarafi insonga quvonch beradi. Men misol uchun hozir buni lolalarda ko'ryapman, boshqa qilyapman, eslayapman.